Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari, aziz do'stlar. Bugun sizlarga bir videorolik qilib beramiz. Ikki kanal joyini, xudo xolasa, kirpishi dom bo'ladi. Temir yo'l boyasining ro'parasida yo'lning bo'yinda bo'ladi aziz yurtdoshlar. Eshigimiz girgandan, podizimizda eshik girgandan eshigimiz, girgandan yana ko'rgandan prixoshkamiz bo'ladi. Eshikamiz damir eshik, turistik eshikdan bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, devorlarimiz bo'y, patologlarimiz natijador bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, joyimizni ko'chadan tushirmayishimiz sababi hozir beda bir to'y bo'libdi-da, yana vog'ir-vog'ir bo'lmasligi uchun uyda tushirib berdik. Yine birimiz 6 metrlik zakrytый balkonimiz bo'ladi. Gaz, svet, suda muammosi bo'lmaydi. Вообще yo'lni dik bo'yinda bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, transportlarda muammosi yo'q. 7 deysizlarmi, 5 deysizlarmi, 19 deysizlar, hammasi domni eldan kelib turadi aziz yurtdoshlar. Tak, bu yanimizga kelaversak, bu yanimiz endi birimiz mehmonxonamiz, patologlarimiz natijada devorlarimiz aboy bo'ladi ekan. Tak, bu yanımızda spalnimiz bo'ladi. Yurtdoshlar. Shu oynamiz nada? Demir yo'l boyasi qarab turibdi aziz yurtdoshlar. Bu yanimizga kelaversak, xudo xolasa, savunimiz, hojatxonamiz bu. Bu yanimizda savunimiz, alohida topganamiz bor ekan bunda. Restoranimiz hamma narsamiz turibdi. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimiz narxi ekranda yoziladi. Joyimiz Sirosiy sotuvda. Lokatsiyamizdan boshqa gap yo'q. Demir yo'l boyasi yanında. Kvadratına keladigan bo'lsak, 60 kvadratdan iborat bo'ladi joyimiz.